Hammaga assalomu alaykum o'rtoqlar. Demak, bugun nimaga bizani deyapman? Chunki sizlar ham men bilan hozir boshimdan o'tkazgan narsalarimni, sayohatimni kuzatib borasizlar. Так что sayohatimizni Yevropa bo'ylab sayohatimizni birinchi kuni, ya'ni boshlanishi hozir Toshkent xalqaro aeroportida turibman. Toshkentdan Turkiyaga uchamiz, Turkiyadan Estoniyaga uchamiz, chunki vizani men Estoniyaga olganman. Estoniya Tallin shahrida bir kun yoki 2 kun bo'laman. Undan keyin esa Barselonaga uchib boraman. Barselonada esa mening professiyamda eng asosiy yana bitta yuqori cho'qqilardan bittasiga erishishimni birgalikda kuzatasizlar. Так что sayohatimning asosiy maqsadi va eng qiziq joyi Barselona shahrida bo'ladi, ya'ni Ispaniyada bo'lib o'tadi. Nima bo'lishini keyin ko'rsataman. Так что menga omad tilab qolinglar. Так, demak, sayohatimiz davom etmoqda. Men hozir Turkiyaga yetib keldim. Istanbul shahrida пересадка. Istanbulga tushib aylanishga ulgurmas ekanman, chunki пересадка uchun faqatgina 2 soat vaqt bor. Посадка boshlanishi bilan yana samolyotga o'tiramiz va yana 3 soatlik yo'l Xudo xolasa osmonda o'tadi. Tak, bugun 16-yanvar, men Estoniyaning Tallin shahridaman. Kecha uchib keldim. Safarim haqida qisqacharoq aytib beradigan bo'lsam, Toshkentdan Istanbulgacha 6 soat, 2 soat пересадкаga reysimiz kechiktirilganligi uchun Istanbuldan Tallingacha yana где-то 3-3,5 soat yo'l bo'ldi. Undan tashqari chegarada ozgina meni ushlab qolishdi, har xil savol-javoblar qilishdi. Nimaga kelyapsan Yevropaga, ishlaysanmi, qolib ketasanmi, kim kutyapti? Xullas, oddiy savol-javoblar, faqatgina 2 soat yana qo'shimcha vaqtimni oldi. Ularni to'g'ri tushunaman, hech qanaqa e'tirozim yo'q, chunki baribir chegaradan o'tayotganda chegarachi o'zini davlatini himoya qilishga va keraksiz odamlardan tozalashga harakat qiladi. Так что bundan hech qanaqa e'tirozim yo'q, hammasi joyida. Qo'pollik bo'lgani yo'q, hammasi siz deb hurmat qilib, to'g'ri gapirib, to'g'ri tushuntirib, savol-javob qilib o'tkazishdi. Respekt. Endi bugungi kunga qilingan planlarim bilan sizlarni tanishtiradigan bo'lsam, Tallin shahrida aylanib, bugun bir nechta barbershoplarga kirib ko'ramiz. Va'da bermayman, lekin harakat qilaman sizlar uchun, чтобы barbershoplarga kirib, ularning atmosferasini syomka qilamiz, ishlash jarayonini, barbershoplarni turli xil qanaqa ko'rinishdaligini va narx-navosi albatta, va undan tashqari bironta bir barber rozilik bildirsa, sizlar uchun bitta qisqa intervyu ham qilamiz. Tak, internetdan qidirganimda mana shu barbershopga juda ham ko'p ko'zim tushdi. Truman adashmasam bu shu katta sitvoy barbershop bo'lsa kerak. Juda ham ko'p ekan setlari va mana narx-navolari ham yozib qo'yilgan ekan. Demak, sochni o'zi, barber o'zi 34 yevro va Barber Pro ko'proq 38 yevro va True Barber akademiyani bitirgan barberlar 42 yevrodan olar ekan. Tak. Qolganlari ham strижка mashinka, fade, balobatlarlar, kompleks soch soqol, mana britva, горячий полотенце bilan faqatgina True Barber ishlar ekan, qolganlari ishlamas ekan. Brityo, ya'ni korolevskiy brityo, ya'ni shilib top-toza qilib soqol olish ham, onasini 1 soat nima qilar ekan buni soqolni olib, 42 yevro, 52 yevro ekan. Bozorda oldida 15 ming so'mga 5 minutda shing'illatib tashishadi bizada. Xo'p, juda ham qiziq, dalshi nima bo'lishi. Bundan buyog'i yana ham qiziq bo'ladi, chunki Tallindan chiqib biza yana dalshi bizning sarguzashtimiz bor. Так что videoni oxirigacha ko'ringlar. Tak, hozir chiqdim, mana shaharga aylangani yuribman. Juda ham chiroyli va o'rta asrlardagi muhitda beryapti. Hozir bitta barbershop ko'rganman. Shu yerga ketyapman. Agar o'xshasa, qarshilik bildirishmasa, sizlarga ko'rsataman ichkarilarini. Mana o'rtoqlar, men sizlarga aytgan barbershopim hozir shu Truman barbershopiga keldim. Qani ichkariga kirib ko'ramiz. Agar bular qarshilik bildirishmasa, syomkani davom ettiramiz. Agar klientlar bo'ladigan bo'lsa, undan ham yaxshi bo'lar edi.
Tak, hozir barbershopdan chiqdim, Trumandan. Endi boshqasiga ketyapman, chunki birinchi kirgan joyimdagi bolalar aytdi, keyingi filialida ularni o'zbekistonlik hamkasbimiz ishlarkan va bugun smenda ekan, faqat zapislari ko'p ekan. Ilojini qilishga harakat qilaman, agar imkon bo'ladigan bo'lsa, albatta videoga olaman va sizlarga ko'rsataman hammasini. Tak, o'rtoqlar, mana men hozir Trumanni keyingi filialiga keldim. Bu yerda esa bizani vatandoshimiz ishlarkan. Assalomu alaykum. Hammaga assalomu alaykum. Tere? Я немного уже. Поздороваться хотя бы научился, да. Assalomu alaykum. Aka, как вы? Yaxshimisiz? Ishlaringiz yaxshimi? Charchamaysiz? Siz qanday? Zo'r hammasi. O'zbekiston qanday? Zo'r. Hammaga salom O'zbekiston. Сколько лет именно вы здесь работаете? Ну, я где-то лет 6 назад сюда приехал. Обучался где? В Узбекистане? Я обучался, конечно же, да, у себя в родном городе, в Бухаре. Бухаре? Да. В Бухаре в каком городе живете? Горгаз. Горгаз. Да, Горгазовский. Горгазлиlerге салом. Ну, там У меня типа- тоже с Бухары много, это знакомых барберов. А, да? Камол Джамол, Да. они это самый старая школа. Ага. Волки. Камол Джамол aka. Hamma biladi sizlarni. Салам алейкум. И еще Сабира знаешь? Сафаев. Он тоже в Москве работал долго, в Топ-Гане работал. Ну, наверное, увидишь, узнаешь. В то время, когда я жил там в Бухаре, да, тогда вот Камоль Джамуль, там типа Отташ Барбер, нет, Отташ Салон. То есть тогда еще барбершопов Барберов не было, да. не было. Сколько стоит стрижка в среднем в Эстонии? Я думаю, где-то 30-35, наверное. Евро. Да. Это да. только стрижка. Это только стрижка, да. Это зависит на самом деле от твоего уровня. Есть барбершопы, где по 45. Вот. Тут именно я как true барбер, и у меня тут стрижка стоит 42 евро. Это выше топ-барбера, да? Да, это true барбер. То есть... True барбер. True барбер. Футболка у меня тоже True барбер, это заметил, нет? True барбер. Вот. У меня академия такая, True барбер академия. Прям идеально. В среднем барберы в Эстонии сколько они зарабатывают? Ну, это на самом деле, я еще раз скажу, это зависит на самом деле от вашего опыта, да. Насколько ты опытный, насколько ты горишь этим, да, у тебя есть возможность, то есть продвигаться, обучать. Рост там, есть. Рост есть. 2-500, у меня есть знакомые, которые даже 3000 евро зарабатывают. То есть... Не все просто по-любому, везде, как и везде, нужно будет приехать, как бы есть свои сложности, нужно нарабатывать клиентскую базу, никто вам не даст сразу приехать и зарабатывать столько денег, это все равно пахать. А какие стрижки сейчас в Эстонии в самом тренде? Трендовые стрижки есть конкретно, что популярность и много требует? Да. Среди молодежи, среди в целом. Да, есть, тоже конечно. фейда или сейчас более, как и везде, удлиненные? Ну, я думаю, да, в основном сейчас, как и везде, удлиненные стрижки, там малет, там всякие old money стиль. Ну, еще европейскими волосами это легче сделать. И красивее получается. Потому что на азиатских волосах у нас малет или вот это все удлиненное, это слишком тяжело. Да, у нас, конечно, да, жестковатые. У нас с удлиненными стрижками в основном очень популярно это каскад. Каскад. Знаешь, что такое каскад? Да. Это очень много, очень популярно. Я не знаю, почему ребята это делают. Ну, еще когда-то в свое время там дагестанская стрижка, что ли, что-то такое было. Да, я не знаю, кто это, блядь, придумал. А еще такой, это острый вопрос. Скучаешь по родине? Конечно же. Это вопрос, просто, который просто ранит душу. Конечно, я скучаю по родному запаху, по родным улицам. Я настоящий патриот своей страны, во-первых. Да, я постоянно слежу, что там творится, что меняется, что происходит. Я очень горжусь своей страной. То есть я очень сильно люблю свою страну. Xo'sh, endi chiqdik, sayohatimizni davom ettiramiz. Oldinda yana bitta Trumanni asosiy filiali bor ekan. O'sha asosiy filialiga yo'l oldik. Bu yoqdagi obstanovkani ham hammasini sizlarga ko'rsataman. Bu yoqda Adam aytdi, borsang, mana aytsang,
syomka qilishingga ruxsat berishadi, hech qanaqa problema bo'lmaydi dedi. Так что boramiz. Tanish bilish yaxshi va bir hamma joyda tanish bilish orttirib dunyo kezishga nima yetsin. O'zimda yo'q xursandman ketyapman va shu xursandchiligimni, emotsiyalarimni sizlar bilan ulashayotganimdan 2 barobar xursand bo'laman. Так что hali oldinda yana qiziqarli videolar davom etadi. Meni kuzatib boringlar, Estoniyadagi sarguzashtlarim tugagani yo'q. Truman Barbershopga shahar markazidagi filialiga ham yetib keldim. Hozir bu yerda ish qaynayapti, hamma masterlar ishlayapti. Ichkarida nima gaplar va interyerlari, atmosferasi qanaqaligini video davomida ko'rasizlar. Ну, что у нас там? Ламонака. Наш сейчас он рулит больше всего. Ну, как бы какие-то, не знаю, Николай Генералов, это из российских там. Вам самому больше как нравится работа ножницами или машиной? Ножницами. Работа ножницами? Вам самому больше по кайфу такие стрижки удлиненные или фейд? Удлиненные. И нет, вот это не стрижка, фейд, это элемент. И все зависит, как ты его вставишь в свою стрижку, и тогда это будет. Bu tochkadan ham chiqdik. Endi esa keyingi barbershopga boryapman. Keyingisi o'sha Truman barbershop emas, boshqa barbershopga qaradim kartadan. Aytganimdek, oralari juda ham yaqin. Так что ketdik. Keyingi barbershopdagi atmosferani ham ko'ramiz. Agar o'xshasa, barberlar bilan gaplashib, ozgina suhbatini olamiz. Hozir kirgan barbershopimdagi qiz juda ham uyalchan ekan. Hali yangi master ekan. Zeta 6 oydan beri ishlayapman dedi. Ruscha bilmas ekan, inglizcha gaplashishga majbur bo'ldik. Men shu narsani bildim. Ingliz tilini ham yomon bilmas ekanman. Odam bilan gaplashsa bo'lar ekan. Так что hi guys. Va videoda ko'rganinglardek qo'llari ham qaltirashni boshladi videoga o'tganimga. Shunaqa gaplar. Endi hozir yana bitta barbershop qoldi. Меня зовут Юра, я работаю уже 2 года. Где вы обучались? Я обучался у нас школа есть, парикмахерская. Я там обучался год на женского и мужского парикмахера. Как вы оцениваете, насколько вы оцениваете школу барберинга в Эстонии? В целом, в базе везде одинаково научат, поэтому вопрос цены только стоит. По-вашему, какие сейчас самые популярные трендовые стрижки? Фейды. Все любят фейды, да. Насколько сильная конкуренция барберинга в Эстонии?
Из-за того, что страна достаточно маленькая, то барберов достаточно много для маленькой страны. Ну, приличная. Что самое большое, то, что вы обожаете в своей сфере? Больше всего я люблю делать новые стрижки. Учиться новым стрижкам, если даже так. O'rtoqlar, qoyilmisizlar. Soat 20 kam 7. Lekin shahardagi ko'p barbershoplar уже yopiq. Soat 6-7 dan yopilar ekan. Ba'zi birlari soat 1 da ochiladi, soat 11 da ochiladi. Bekorga yetmaydi-yu. Yashashni bilishadi-da. Shart emas soat 12-2 gacha ishlash. O'ziga kerakligini ishladi, soqqani qildi, bo'ldi. Borib, damini oladi, yeb ichib, kayf qilib, vaqtini o'tkazadi, o'zi uchun ham yashaydi. Endi ozgina shahar aylanamiz, chunki men bormoqchi bo'lgan ko'p barbershoplar hammasi уже yopiq. Shahar menga, bilasizmi, ko'proq Sankt-Peterburgga eslatyapti. Eski shahar, juda ham chiroyli. Videoning oxirida shahardan qisqa kadrlarni ham ko'rsataman. Meni hayron qoldirgan bir narsa. Mana nechta barbershopga kirgan bo'lsam, birontasida administrator ko'rmadim men. Alohida administrator yo'q. Asosan shu barberlarning o'zi klientlarni kutib olishyapti, klientlarga choy, kofe qilib beryapti. Xullas, shu tomoni meni sal hayron qoldirdi. Lekin qolgan tomonlama o'zimizning barbershoplardan unaqa juda ham katta biron bir farqini ko'rganim yo'q. Demak, bizning barbershoplar ham, bizning uruyin ham ancha baland. Masterlar haqida hech narsa demayman. Ular haqida alohida biron bir fikr bildirish menimcha yaxshi bo'lmaydi, chunki baribir mehmonda yuribman. Shuning uchun shunaqa gaplar. Men bu yerda nimagadir o'chirib turishibdi odamlar. Yo'lga o'chirib turishibdimi, yo gazga o'chirib turishibdimi bilmadim. Lekin hammasi qizlar. Uzundan uzun o'chirib turibdi. Молодежь kelgan. Bilmadim nima bo'ladi, bu teatrmi? Bunaqa joy. Mayli. Sayohatimizni davom ettiraylik. Bu eski shahar ekan. Bu yoqqa mashinada kirish mumkin emas. Asosan peshxodniy joylar. Odamlar aylanadi, ko'radi. Turistlar juda ham ko'p. Aytganimdek, o'rta asrlarning eng o'sha qal'alari, har xil saborlari, joylari ko'p ekan. В целом, menga yoqdi. Tasavvur qilsam, mutlaqo shu o'rta asrlarda shu yerda ham odamlar yashagan. То есть yashashi aniq u. Просто o'sha uylar, o'sha atmosfera saqlanib qolganini aytaman-da. Shu ko'chalarda qadimda odamlar yurgan, yashashgan. U yerda kimdir o'zini osganmi, o'zini tashaganmi bilmadim. Xullas, такой сказочный joy. Aytarchi ham bor ekan. Tak, bu sentralniy ploshad menimcha har xil archalar yasatib qo'yishgan. Hozir shundagina gostinitsam oldida bir turk kafesi bor ekan. Shu yerga kirdim. Kecha kirgan edim, tanishib qoldim odam bilan. Baribir turkiy xalqlar, og'a, ini degan gaplar. Bu bor narsa-da. Ko'rish bilan chiroyli salom alik, ajralib turishimiz bilan bir-birimizni tanib, ozgina suhbatini oldim. Hozir ham ertalab gostinitsaga qaytayotganimda kirdim oldiga, choy bilan meni mehmon qildi. Bu odamga meni ham bitta kichkina sovg'am bor. Hozir ko'rsataman sizlarga. Gostinitsaga kirib, o'sha chiqqanimda o'sha sovg'amni berib, xursand qilib ketamiz qardoshimizni. Assalomu alaykum, abi. Qardoshim, bu sena bir hadiya O'zbekistondan. Tashakkurlar. Sog' bo'ling. O'zbekiston milliy do'ppi. Aha. Çok güzel.
Assalomu alaykum O'zbekiston. Aleykümselam. Ben anlatırlar. Anlatırlar. Aferin. Yoqdimi? Güzel oldu. Kara. Videoni oxirini kunduz olishga qaror qildim va undan tashqari videoga olinmagan ko'p joylar ham qolib ketgan. O'sha narsalarni sizlarga ko'rsatmoqchi bo'ldim. O'rtoqlar, hozir men aylanib yuribman. To'g'risi umuman afsuslanganim yo'q. Hozir kunduzi shaharga chiqib aylanayotganimdan вообще taassurotlarim umuman o'zgacha. Ajoyib shahar, eski. Rostdan ham hozir video davomida ko'rishingiz mumkin. Juda ham ko'plab tarixiy o'sha o'rta asrlardagi, даже kerak bo'lsa o'sha 1370-yillarmi, xullas juda ham eski joylar. Bugun qolib shahar aylanganimdan umuman afsuslanganim yo'q. Menga juda ham yoqdi. Bundan tashqari men aytishim kerak bo'lgan narsa va tan olishim kerak. Bu videoni qilishimda, barbershoplarga kirib, aylanib, bolalar bilan gaplashishimda plus tomoni shunda bo'ldiki, ko'p odamlar bu yoqda ruscha gaplashishadi. O'shaning uchun menda gaplashishdan, ular bilan muloqotga kirishishda muammo bo'lgani yo'q. Lekin bundan keyingi boradigan davlatlarimda ingliz tilini sal kuchaytirishimga to'g'ri keladi. Kecha ba'zi bir joylarga borganda shu ingliz tilida gaplashganda sezdim. Yomon emas, och qolmayman, ko'chada qolmayman, tushuntira olaman. Qornim ochligini yoki pul kerakligini. No. Чтобы полностью to'liq muloqot qilish uchun ular bilan gaplashib, ularni tushunib, chunki bir xil payt shunaqa bo'lyapti, men ularga inglizcha gapirsam yoki inglizcha javob bersam, bu ingliz tilini bilar ekan deb bidi qilib tashlashayapti inglizchalab. Umuman tushunmay qoldim. Juda ham tez. Shuning uchun o'zimga zametkaga oldim. Endi ingliz tilini yaxshiroq, kuchliroq o'rganishim kerak. To'g'risini aytsam, har doim shu narsani aytaman. Har doim o'rganishim kerak deb necha marta даже shu qo'shimcha darslarga ham yozildim, bordim, lekin afsus oxiriga yetkiza olmadim. Endi bu xatoni to'g'rilashimiz kerak. Tilni o'rganish kerak. Til bilgan olam kezar degan gap bekordan bekor emas, o'rtoqlar. Tak, oddiy sartarosh bo'lib nima qilasan? Sartarosh bo'lib qo'lingdan nima kelardi? Nimaga erisharding? Deydigan odamlarga mana shu videoni ko'rsatishingiz mumkin. Bu hammasi shu halol kasbimiz orqasidan. To'g'ri, tanishlar, o'sha tanishlarning yordami, maslahati, bergan ko'maklari orqali qanaqadir darajaga yetishimiz mumkin. Va menga yordam bergan
o'sishimga sharoit yaratib bergan odamlarga, ota-onamga, tanishlarimga, aka-ukalarimga, hamkasblarimga judayam katta rahmat aytaman. Va umid qilamanki, ushbu video sizlarda ham qanaqadir motivatsiyani uyg'otishiga va kasbni o'rganib, chuqur muhabbat bilan yondashishlarga umid qilib qolaman. Chunki kelajagi bor narsa. Farqi yo'q, любой ishda muhabbat bilan yondashilsa, menimcha har doim qanaqadir biron bir yutuqlarga, yuqori cho'qqilarga erishish mumkin bo'ladi. Videomiz oxiriga yaqinlashmoqda o'rtoqlar. Hammanglarga kattakon rahmat aytaman. Videoni oxirigacha ko'rganinglar uchun albatta obuna bo'lib qo'yinglar va bundan keyingi videolarni kuzatib borishinglarni sizlardan so'rab qolaman. Hammanglarga xayr. O'zinglarni ehtiyot qilinglar. Sizlar bilan birga Kamina barber Shuhrat bo'ldi. Tez orada ko'rishamiz. Hammaga rahmat.